Hozirgi kungi muammolardan biri bolalar va kattalarda uchraydigan gaymarit hamda laringotrexit kasalliklarini davolash. Gaymarit hastaligini kelib chiqishiga sabablar oyoqdan, boshdan sovuq o'tishiga, ko'p gripplarda asoratlari hisoblanadi. Va ko'proq yoshlarimiz bosh yuvgandan keyin boshini yaxshi quritmasdan chiqib ketishlari, shamollab qolishiga sabab bo'ladi. Uni konservativ davolash bosqichlarida agarda o'tkazib yuborilsa, e'tiborsizlikda bu operatsiya yo'l bilan davolashga o'tiladi. Bunda bemorlarda bosh og'rig'i, burun bitishi, burundan yiringli, hidli ajralmalar kelishi bezovta qila boshlaydi. Bosh og'riqlari og'riq qoldiruvchilar ta'siriga og'riq qolmaydi. Shu sababli lor shifokorga tezda uchrab, vaqtida davolanish kerak. Agarda sizda shu yuqorida aytilgan belgilar, shikoyatlar paydo bo'lgan bo'lsa, bizni Corona Midline shifoxonamizga kelib uchrashinglarni tavsiya qilamiz. Men 20 yillik ish tajribasiga ega bo'lgan Po'latova Durdona Ne'matovna oliy toifali akusher-ginekologman. Shuningdek, bu sohadagi yo'nalishim barcha ginekologik kasalliklarni davolash hamda ularni oldini olish bo'yicha faoliyat olib boraman. Bunday kasalliklar kichik chanoq a'zolaridagi yallig'lanishlar, tuxumdon kistalari, bachadon miomalari, birlamchi ikkilamchi bepushtliklar, to'rchi infeksiyalari, homiladorlikni 9 oy davomida nazorat qilish hamda klimaks davridagi barcha asoratlarni davolash hamda ularni oldini olish bo'yicha shug'ullanaman. Bundan tashqari barcha ginekologik operatsiyalarni estetik ginekologiya sohasida faoliyat olib boryapman va asosan bularda bizda o'tkaziladigan operatsiyalarimiz bachadon tushib qolishlari, siydik tutolmaslik hamda genitaliya sohasidagi noestetik nuqsonlarni bartaraf etish bo'yicha ham operativ yordam ko'rsatamiz. Agarda sizlarda yuqorida sanab o'tgan kasalliklardan birontasi bezovta qilsa, bizga murojaat qilishingiz mumkin. Corona Midline jamoasi sizlarga xizmat ko'rsatishdan xursand bo'ladi. Chap oyog'ini boldir sohasida toshmali dog' uchastkasi aniqlangan. Bemorimiz Elyorbek meni oldimga bir hafta avval kelib murojaat qildi. Murojaat qilgan paytida chap oyog'ini boldir sohasida kattaligi 5 ga 10 sm keladigan toshmali dog' uchastkasi aniqlangan. Tekshiruvlar natijasida ekzema diagnozi qo'yilgan. Hozirda davolash muolajalari o'tkazilyapti. Tabletkalar buyurilgan, ichgani, ekzemada ishlatiladigan mazlardan foydalangan. Hozir holat yaxshimi? O'zingiz ancha yaxshi his qilib o'zgarishlar bo'lyapti. Xudo xolasa hali davom etadi. Yana bir hafta davolanib, keyin yana ko'rikka kelasiz. Hozirda sizlarga aytib beradigan mavzu bu terini yuqumli kasalliklardan biri hisoblanadigan chesotka haqida, ya'ni o'zbekchasiga qichimi kasalligi. Antropozonoz kasallik hisoblanadi. Ya'ni badanga toshmalar toshish, juft elementlar bo'lishi va odamdan odamga yuqishi bilan xarakterlanadi. Tanada eng yumshoq qismlari, tanani qo'lning ichki qismi, barmoqlar oralari, qorinda yona, sonlarning ichki qismlarida tezroq rivojlanadi, teri yumshoq joylarida. Elementlarga e'tibor berganimizda, elementlar juft bo'lib joylashgan bo'ladi va unga xarakterli bo'lgan xususiyat kechqurun yotgandan keyin qichish hosil bo'lishi, kuchayishi kuzatiladi. Qashlanishlar natijasida eskalatsiyalar, ya'ni tirnalishlar hosil bo'ladi. Bu yuqumli kasallik hisoblangani uchun shu ma'lum dorilarni qilish kerak. Preparatlar, benzilbenzoat, sernemaz, shunga o'xshagan mazlardan, antigistamin preparatlardan foydalanilgan holatda davolash choralari o'tkaziladi. Uylarni dezinfeksiya qilish ham shular jumlasiga kiradi. Bu chesotka kasalligi chiqqan paytda vrachga kelib uchrashish va vrach o'z navbatida davo choralarini yozib, yotqizish kerak bo'lsa yotqiziladi va sizga xabar berib qo'yiladi.
Men ginekologman va men abort qilmayman. Chunki men ayol bachadoni faqat tana a'zosi emasligini bilaman. Bu hayot boshlanadigan muqaddas makon. Abort bu oddiy protsedura emas. Bu ko'pincha gormonal buzilishlar, bepushtlik, surunkali yallig'lanishlar, ruhiy jarohatlar bilan yakunlanadi. Ko'p ayollar yillar o'tib shunday deydi: agar o'shanda kimdir meni to'xtatganida edi, men ginekolog sifatida bilaman, har bir homila imkoniyat, har bir bachadon ishonch, har bir ayol himoyaga loyiq. Men ayolni tanlovsiz qoldirmayman, men tushuntiraman, qo'llab-quvvatlayman, yo'l ko'rsataman, lekin hayotni olib tashlashga qo'l ko'tarmayman. Men abort qilmayman, men hayotni tanlayman. Hayot bu komediya, kim uchun tragediya. Agar bemorlarni qo'shiq bilan davolash kerak bo'lsa, qaysi qo'shiqlarni tavsiya qilamiz? Bak bu bir kam dünyada kimning baxti bu. Yomon botdi, og'ir botdi, yorini o'zi. Duo qilaylik, duo qilaylik, bemorlar haqqiga duo qilaylik, duo qilaylik, duo qilaylik, bemorlar haqqiga duo qilaylik. Her kimniki özüne, ay görüner gözüne. Kim ne dese diversin, yaksa buldu özüne. Andijon shahridan Solih Qosimjonman. Yoshim 68da. Benga kelishimiz sababi jindek shamollashni o'tkazib yuborganligi sababli kelib yotdim. Bu yerda doktorlar, hamshiralar yaxshi qarashdi. Sharoitlar yaxshi ekan. Bizga o'xshab kasallikni o'tkazmasdan vaqtda ichsanglar nihoyatda foydasi katta ekan. Sharoitlari juda yaxshi maskan ekan. Shu yerga kelib davolansanglar yaxshi bo'ladi. Dushanba kunida keldim. Mana juma kunida yaxshi natija ko'rdim. Doktorimiz Husanboy Qurbonov yaxshi qaradi. Hamshira qizlar ham hammasi yaxshi qaradi. Rentgen tekshiruvi zararlimi? Keling bugun bu haqda gaplashamiz. Rentgen tekshiruvi tibbiyotda kasalliklarni aniqlash uchun keng qo'llaniladi. Biroq tibbiy rentgen tekshiruvlarda qo'llanilgan nurlanish juda past dozada bo'ladi va ko'pchilik holatlarda uning dozasi zararidan ustun turadi. Bir martalik yoki kamdan kam o'tkaziladigan rentgen tekshiruvi odatda xavfli emas. Shifokorlar rentgenni faqat zarur bo'lganda tavsiya qiladilar. Keraksiz va tez-tez takrorlanadigan tekshiruvlar esa nurlanish miqdorini oshirishi mumkin. Zarur holatlarda maxsus himoya vositalari, masalan, egnidagi qo'rg'oshinli partuk ishlatiladi. Bu asosan homilador ayollarda rentgen tekshiruv o'tkazish kerak bo'lganda qo'llaniladi. Corona Medline klinikasida raqamli rentgen tekshiruvi mavjud bo'lib, bu yerda rentgen apparati pult orqali boshqariladi. Har bitta kelgan bemor uchun maxsus o'zini bo'limlari bor, ya'ni dozalash miqdorlari. Nurlanishga qarab turib, bemorni kilosi, yoshi, bolalardagi holatlariga qarab mana shu dozalarda beriladi. Ya'ni chaqaloqlarga katta dozalarda berilmaydi.
uni maxsus ko'rsatmalariga binoan 70-12,5 kabi dozalarda tavsiya qilinadi. Xulosa qilib aytganda, rentgen tekshiruvi to'g'ri va me'yorida qo'llanilsa, xavfsiz hisoblanadi va kasallikni aniqlashda juda muhim ahamiyatga ega. 60 ming so'm yoki 400 ming so'm. Sog'ligingiz uchun qaysi birini tanlaysiz? Ba'zan vrach oddiy rentgen yoki palpatsiya, ya'ni qo'l bilan tekshirish orqali ham ko'p narsani aniqlaydi. Oddiy rentgen, MRT, MSKT qimmat va juda kuchli tibbiy tekshiruv, lekin hamma holatda ham kerak emas. Rentgen, MRT va MSKT farqi nima? Qaysi biri qachon tanlash kerak? Bugun barchasini sodda qilib tushuntiraman. Rentgen X-ray qanday ishlaydi? Suyaklar va qattiq to'qimalarni ko'rsatadi. Qulayligi tez, arzon, ko'pchilik shifoxonalarda mavjud. Zarari ionlashtiruvchi nurlari mavjud. Juda ko'p takrorlanmasa, xavfsiz. Qo'llanilishi suyak sinishlari, bo'g'im muammolari, o'pka va ko'krak tekshiruvlarida qo'llaniladi. MRT magnit rezonans tomografiya qanday ishlaydi? Kuchli magnit va radio to'lqinlar yordamida suyak, mushak, suyakdagi suyuqlik, miya, nerv va yumshoq to'qimalarni ko'rsatadi. Qulayligi ionlashtiruvchi nurlar yo'q, yumshoq to'qimalar ham aniq ko'rinadi. Zarari magnit maydon sababli temir implantlari bor odamlarda xavfli hisoblanadi. Qo'llanilishi miya, orqa miya, bo'g'imlar, yurak va ichki organlarni tekshiradi. MSKT multispiral kompyuter tomografiya qanday ishlaydi? Rentgen asosida kompyuter yordamida 3D tasvir beradi. Qulayligi tez, juda aniq, organlarni 3D ko'rsatadi. Zarari nurlari ko'p. Shuning uchun ehtiyotkorlik bilan qo'llaniladi. O'pka, ichki organlar, qon tomirlar va shoshilinch vaziyatlarda travma va infarktda qo'llaniladi. Endi o'zingiz tanlang, 60 ming so'mga vrachga ko'rinib, aniq ma'lumotlar bilan tekshiruvdan o'tasizmi yoki oddiy shikoyatlaringizni ham qimmat tekshiruvlar bilan xarajatni ko'paytirasizmi? Siz ham qimmat tekshiruvingizni shifokorga olib borasiz-ku, to'g'rimi? Eslatib o'tamiz, ayni damda Corona Medline klinikasida MRT, MSKT kabi tekshiruvlar mavjud emas. Bizning mutaxassislar sizning shikoyatingizga qarab kerakli tekshiruvlarni o'tkazishadi. Doktor, burun yuvish qanchalik zararli yoki zararsiz? Siz ham uy sharoitida burun yuvish foyda va zararlarini bilmoqchimisiz? Unda ketdik. Burunni yuvish foydasi: shamollash va allergiyada burunni ochadi. Shilliq, chang va mikroblarni tozalaydi. Qachon zararli bo'lishi mumkin? Juda kuchli bosim bilan yuvilsa, juda tez kuniga 4-5 marotaba ko'p qilinsa. Endi to'g'ri usuli: tuzli eritma bilan, ya'ni fiziologik eritma bilan kuniga 1-2 marotaba yetarli. Quloqni tozalashning foydasi: quloq kirini olib tashlashda yordam beradi. Qachon zararli bo'lishi mumkin? Quloq pardasi shikastlangan bo'lsa, og'riq, yallig'lanish bo'lsa, uy sharoitida noto'g'ri qilinsa, tavsiya qilinmaydi. Quloqni tez tozalash shart emas. Quloq tayoqchasi, ya'ni uchastka bilan ichkariga kiritish tavsiya etilmaydi. Eng xavfsizi malakali lor shifokoriga borish. Agar sizda quloq, tomoq va burundan shikoyatlaringiz bo'lsa, albatta bizning klinikamizga tashrif buyuring. Mana bu analizlarni topshirib kelasiz. Voy bu, doktor, shuncha analiz topshirishim shartmi? Shikoyatimga qarab retsept yozib beravering. Afsuski yozib bera olmayman. Bu kabi savollarni deyarli har kuni bemorlar berishadi, lekin to'g'ri tashxis qo'yish uchun kerakli analizlar topshirishimiz kerak. To'g'ri, bizga oldimizga shikoyat bilan kelishadi. Shikoyatlari to'g'ri bir kasallikka yo'naltirilgan bo'ladi. Lekin gormonal fonni bilmasdan turib yoki undagi gormonlardagi o'zgarishlarni qay darajadaligini bilmasdan turib, dori preparatlarini to'g'ri dozada bera olmay qolishimiz mumkin. Shuning uchun agar sizlarda ham shu kabi muammolar bo'layotgan bo'lsa, kommentariyada qaysi kasalligingiz bo'lsa, shu haqida yozib qoldiring va biz sizga kerakli analizlar to'plamini yozib qoldiramiz.